doktor. Opa kechirasiz. Qanday? Nima bo'ldi opa? O'ziga keldimi? Men sizga necha marta aytishim kerak. Bolangiz ahvoli o'ta og'ir. Faqat yuragi urib turibdi xolos. Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Farzandiylarga donor kerak bo'ladi. Ha, 24 soat ichida donor topilmasa farzandiylar nom turish. Harakat qiling. Xudoyim o'tirib so'rayman. Mani jonim mogim bolam yashasin. Yo Xudo. Menga qarang. Bir nima qilaylik gapirsangizchi. Bolam yashasin, gapiring. Alo, dadasi. O'g'limizning ahvoli yaxshimi? Onasi, Dadasi gapirsangizchi. O'g'limiz yaxshimi? bizning farzandimiz endi yashaydi. Dadasi, Ha, endi nima qilamiz? uni yuragi faqat boshqa vujudda uradi. Farzandiylarga donor kerak bo'ladi. Bolam yashasin, gapiring. Siz qilgan jasoratni hamma ham qiladi. Xudo. Siz juda ham omadli inson ekansiz. Farzandingizga donor topildi. Donor topildi. Ha, Rostdanmi? donor topildi. Endi farzandingizni qutqarib qolishingiz mumkin. Rahmat doktor. Rahmat sizga. Farzandimiz endi yashashi mumkin. Yashaydi. Yashaydi Xudo Yo xohlasa. Xudoyim o'zingga shukr. Yo Xudoyim. Yashaydi farzandimiz.